Mana bu uyga nima ahvol keltirganimizni ko'ring. Agar yoqadigan bo'lsa, laykdan chiqmasin. Endi yozimiz buyurtma berganlarda bu uy holat dedi. Bular endi bu uyga sotib olganlar. Ulardan oldingi odam mana shunaqa qurgan, lekin bularga yoqmagan. Ko'rayotgan bo'lsangiz shekilli ko'rasizlar. Holat dedi. Izohimiz qanaqa bo'lib kelganimizni ko'rib, agar yoqsa layk qo'ysangiz izdan chiqmasin. Mana bu ko'chadan ko'rinishi ko'rayotgan bo'lsanglar. Ko'cha tomoni qo'limiz bizada ko'chadan ancha baland. Shuni hisobiga bu yerda biz qanday berganmiz, ular alohida izlanib berganmiz. Ro'sh, yarlikka alohida berganmiz va bir tomonda darvoza beramiz. Mashina kirib chiqishga. Darvoza shunda ham ko'chada joylashgan, ham qo'lida joylashgan deb yozilgan. Anaqa ko'rinishda bo'ladi. Eski holatini ko'rdinglar, yangi holatdagi kechirim qo'yasizlar. Qilgan yozib qo'ying. Nasiblar berganmiz. Bu yerda bizda balkon navbat berildi. Bu yerga biz kitobxona qo'shib oldik, retseptni qo'shib oldik. Balkonlarning o'rniga endi bu yerda yana terasa turib, mana bu turib, bu yerda istiyoq balkon va o'sha balkon qilib berganmiz, keyin ham ayvon qilib berganmiz. Bu yerda shonlar bemalol turib foydalansa bo'ladi. Bu yerda motor berib bo'ladi, nasiblar. Agar bu shunday yoqqan bo'lsa, lagisdan chiqsa, kimma eski yo'kida o'zini yoqmayotgan bo'lsa, yangi holatga qo'shib olasizlar va yangi tamizdan chiqib olasizlar. Bemalol kelgan orqali murojaat qilinglar. O'zingiz o'ylagandan ko'ra a'lo darajada qilamiz. Sog'lik salomat bo'ling.